Bir marta so'ragan sigaretni minnat qilyapsanmi o'zi? Qo'y, men gapirmayman, minnat kirib qoladi. Nima yeb qo'ygan joyim bor senda? Gapir. O'tgan hafta adibga kirganimizda o'zingga ovqat olmadingda, meni beshtekisini yeb o'tirding. Gapirmayapmanmi? Voy! Menga qara, o yoshligimizda maktabda metall olib yurganda uyimizga kelib traktor diskasini olib ketgansiz, o'shani minnat qilganim yo'q. Endi sen tanlaysan, qarab tur. Boshqadek holatlar, tug'ilgan kun, yozgi ta'til. Nima bo'lgan ta'tilda? Nima bo'lgan? Endi eshit. Yurtga cho'milgan boramiz deganda, tursigim yo'q degansan, uydan bitta qizil tursik olib chiqib berganmanmi? Beraymi o'shani? Beraymi, yech beraymi? Ya qarang yursan, ha? Kerak emas qilmayman endi. Menga qara, tug'ilgan kunim bo'lgan 7-sinfda esingdami? Hammasini doshi sovg'a olib kelgansan, quruq kelib tur, tortimdan yeb ketgansan, o'shani minnat qilganim yo'q. Sovg'a deganingga qara. Men tug'ilgan kunimda lazer olib berishgan yangi. O'shani bitta yoqay degansan. Menga berganman-ku bitta yoqqansan. Gap yo'q. Yoshligimizda slansi chiqib ketganda uydan miqob chiqib berganman, qoqib olgansan. O'sha men qanday minnat qilganim yo'q.